Assalomu alaykum shahrimiz fuqarolari hamda mehmonlar. Hozirgi kunda taraqqiyotimizning yangi bosqichida aholining osoyishta hayotini, butun mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylandi. Zotan osoyishtalik ta'minlangan inson emin-erkin, bexavotir yashaydigan yurt dunyo ahli uchun jozibador bo'ladi. Biroq bunday davlat sarmoyadorlar, jumladan xorijiy investorlar va shahrimizga kelayotgan turistlarning ham eng ishonchli maskaniga aylanadi. Shu tariqa xalqaro maydonda mamlakatimizning ijobiy qiyofasi shakllanadi, imiji oshadi. Buning zamirida esa jozibador investitsiya muhiti yuzaga keladi. Rivojlangan dunyo davlatlari tajribasi ko'rsatganidek, bunga erishish uchun avvalo jinoyatchilikni jilovlash taqozo etiladi. Shu bois davlat rahbarining tashabbuslari asosida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilash bo'yicha ulkan islohotlar amalga oshirildi. Prokuratura, ichki ishlar organlari, sud hamda boshqa tuzilmalar qator tashkiliy choralar amalga oshirildi. Kriminogen vaziyatni tahlil qilish va jinoyatchilik dinamikasini bashorat qilishning mutlaqo yangi mexanizmi yaratildi. Bugungi kunda jinoyatlarning faqat oqibatlari emas, ularning sabablarini, huquqbuzarliklarga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf etish ustuvor vazifa sifatida oldimizga qo'yildi. Ushbu yo'nalishda davlat rahbari tomonidan 2025-yil 3-yanvar kuni 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1, PQ101 hamda PQ253 sonli qarorlar bilan jinoyatlarning barvaqt oldini olish tizimini ustidan nazoratni ta'minlash borasida aniq topshiriqlar belgilab berildi. Mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash davomida mahallalarimizda kriminogen ahvol yaxshilanmoqda. Yurtimizning xalqaro maydondagi obro'si, xalqimizning davlatga bo'lgan ishonchi oshmoqda. Amalga oshirilgan choralar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borilgan profilaktik tadbirlar natijasida o'tgan davrda 80 ta mahallada jinoyat sodir etilmadi. Jinoyatchilik qariyb 1,5 barobarga kamayishiga erishildi. Shuningdek, ezgu niyatlar bilan tashkil etilgan ijtimoiy profilaktika tizimini amalga oshirish mexanizmlari aniq belgilab berildi. Mahalla yettilik vakillari masalaning ichiga kirganligi oqibatida ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, o'tgan yilda 18306 nafar shaxs bo'yicha yettilik vakillariga xulosalar taqdim etilib, ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshirildi. Yana bir masala, bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlanib, tezkorlik oshmoqda. Boshqa qulayliklar yaratilmoqda. Biroq bu jarayondagi xavf-xatarlar ko'lami ham kengayib bormoqda. Ayniqsa, kiber jinoyatlar bilan bog'liq yangi tahdidlar dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda. Shuni doim yodda tutingki, kiber makondagi, xususan bank kartalaridan pul o'g'irlash bilan bog'liq jinoyatlar axborot texnologiyalaridan foydalangan holda asosan chet elda turib sodir etilmoqda. Qo'lga kiritilgan pullar esa o'sha davlatlarga qisqa fursatlarda olib chiqib ketilmoqda. Bu esa o'g'irlangan pullarning qaytarilishini va kiber firibgarlarning fosh etilishini yanada murakkablashtirmoqda. Bunday shaxslar sizlarning quyidagi usullar bilan aldashmoqda yoki chalg'ituvchi yo'llar bilan o'z changaliga tushirmoqda. Bank, majburiy ijro byurosi, huquqni muhofazalovchi organ va boshqa shu kabi tashkilot xodimi sifatida sizga qo'ng'iroq qilib, to'lovdagi tushunmovchilik, kartangizga xavf tug'ilayotganligi kabi turli yolg'on so'zlarni aytib, kartangiz haqidagi ma'lumotlarni o'zingizdan bilib olmoqda. Sizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda internet orqali onlayn xizmatlar ko'rsatish va tovarlarni sotish ommalashmoqda. Bunday savdolarda reklama qilinayotgan tovarlarning narxi arzonligi yoki to'lov turining yengilligi sababli tabiiyki sizda qiziqish uyg'otish yo'li bilan boshlang'ich to'lov sifatida pul o'tkazib, mablag'laringizni qo'lga kiritmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda o'g'irlik jinoyati keskin oshib bormoqda. Mazkur jinoyat ko'p hollarda jamoat joylari, avtobus va uning bekatlarida kusovurlik yo'li bilan sodir qilinmoqda. Shu munosabat bilan sizlardan sezgaklikni oshirish, o'z mulkingizga befarq qolmasdan ehtiyotkorlikni choralarini ko'rishingiz so'rab boriladi. Qisqa qilib aytilganda, nafaqat huquq targ'ibot sohasidagi xodimlar, balki har bir oddiy fuqaroda ham huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, osoyishta hayotni ta'minlashga daxldorlik hissini uyg'otishga qaratilgan tarixiy qadamlar tashlandi. Bundan ko'zlangan yagona maqsad aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash bo'yicha faoliyatimizdagi mavjud xato va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etib,
siz tomoningizdan oldingizga qo'yilgan vazifalarni samarali ro'yobga chiqarishdir.